Birgina giyoh rak kasalini ham davolaydi birodarlar. Mana shu momo qaymoq, ya'ni advanchik tomiri Rossiya davlatidan keladi, O'zbekistonda ham o'sadi. Agar sizda jigar sirroz bo'lsa, gepatit viruslar bo'lsa, onkologiya kasallari bo'lsa, mana shu giyohni yaxshilab maydalab, un qilib, bir choy qoshiq 200 gram qaynab turgan suvga damlab yarim soat, 100 gram ertalab, 100 gram kechqurun iste'mol qilsangiz, jigar sirroz, gepatit, jigar qotishlari, jirovi gepatozlarni hammasini bartaraf qiladi. Ikkinchisi, agar sizda o't qobizida mayda va katta toshlar bo'lsa, zagib zaporlar bo'lsa, presupsiz uy sharoitida mana shu advanchik tomirini maydalab damlab ichsangiz, agar toshlarning maydalab parchalab tushirib beradigan xususiyatga ega. O'tqob demlanish, zagib zapor, o'tqobdagi mayda va katta toshlarning jigar sirroz, gepatit, gepatozlarga, onkologiya kasali davolaydi birodarlar. Momo qaymoq ildizi uy sharoitida do'stlaringizga jo'natib qo'ying, xudo xohlasa foydali bo'ladi.